Bugun sizlar bilan bracket tanlash kerakmi yoki eyeliner tanlash kerakmi? Shu haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizlarga foydali bo'ladi. Qanday bemorlarga eyeliner taqish tavsiya etiladi? Birinchisi bu tishlarni yaxshi yuvolmasa, tishlarini tozaligiga yaxshi rioya qila olmasa, sababi eyeliner yechiladi, yechib turib uni tozalash osonroq, qulayroq. Ikkinchisi bu tishlar u darajada qiyshiq bo'lmagan holatlarda eyelinerlardan foydalansa bo'ladi. Uchinchisi bu estetikani birinchi o'ringa qo'yadigan insonlar, ya'ni bracket taqishdan uyaladigan, bracket taqishni xohlamaydigan insonlar, juda ham ko'p muloqotga kiradigan, aktyor, bloger yoki har xil jamoat joyida yoki har xil sahnalarda ko'p chiqishlar qiladigan insonlarda eyelinerlar juda maqsadga muvofiq. Sababi ularda og'iz bo'shlig'ida borligi bilinmaydi. Agar bemorlardagi muammolar faqatgina tishda emas, jag'larida, suyaklarida ham bo'lsa, unday holatlarda bracketlar orqali tishlarni to'g'irlash maqsadga muvofiqdir. Keyingisi, operatsiyaga agar tayyorgarlik ko'rish kerak bo'lsa, kelajakda bemorni operatsiya qilmoqchi bo'lsak, ya'ni jag'larni kesish va ularni hajmini kichraytirish yoki ularni hajmini kattalashtirish maqsadida o'tkaziladigan operatsiyalar uchun ham bracketlardan foydalaniladi. Ikkala apparatimizning ham o'ziga yarasha plus va minus tomonlari bor. Eyelinerimiz qulaylik tomonlardan biri u yechilishida, yechilganligi sababli xohlagan ovqatimizni tanovul qilishimiz mumkin. Bracketda esa u yechilmaganligi sababli ovqatlanishda ozgina cheklovlar qo'yilgan. Ba'zi bir bemorlarimizda bracketlardan so'ng tishlarida og'riqlar kuzatiladi. Eyelinerda bu narsa kamroq. Bracket taqqan bemorlarda tishlarni tozalash ozgina murakkabroq, sababi tishlardan yechilmaydi. Shuning uchun ko'proq e'tibor talab qiladi. Eyelinerlarda tishlardan yechilganligi hisobiga tishlarni tozalash osonroq hisoblanadi. Narxini taqqoslaydigan bo'lsak, eyeliner bracketga nisbatan biroz narxi qimmatroq hisoblanadi. Sababi u har safar har 10 kunda yangilanadi. Uni ishlab chiqarish uchun yangi texnologiyalardan foydalaniladi. Bu texnologiyalar tabiiyki qimmat turadi. Shuning uchun uning narxi qimmatroq chiqadi. O'ylaymanki, yuqorida keltirilgan ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.